Danlisi. Yirganli bo'ladi danli. Bu ahamiyat bergan bo'lsanglar, холодный, sariq emas. Lazerniy bilet nimaga kerak ekan? Hozir men sizlarga полный обзорni qilib beraman. Bu yerni bitta ko'ringlar. Paydo bo'layotgan ingichka liniyani bitta ko'ringlar. Mana mana shu narsa dual chip bo'ladi. Endi объемga bitta qaraymiz o'shalar. Orqadagi fon объем juda katta bo'ladi. $650 объемni bu katta chiqadi, liniya zo'r bo'ladi, o'rtada polosasi bo'ladi, kichkina lazer ketgan bo'ladi. Bu lazer uzolashgani sari qattiqlashadi. Mana bu narsani ko'rasizlar, mana shu narsa lazer bo'ladi. Bunaqa lazerlar hamma biletda bor, lekin sifatlisi kamroq. Biletni o'zini yorchiga baho berasizlar. Bu $650 biletimiz. Xudo xolasa Gentra avtomobiliga tayyor bo'ldi. Bu uстановkalar bilan shunaqa narx bo'ladi akalar. Agar kim kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.